Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari va kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Jahon bozoridan boshladik video obzorni. Gruppamiz videomiz yoqsa like bossanglar, nechta odamga yoqqanini bahona bilib olamiz. Keyin bitta yangilik qilmoqchi bo'lyapmiz. Agar sizlarga ma'qul kelsa, bir qator aytib o'tamiz. Kalistimon gul ekan. Bu yerda $100, $150 deyishyapti. Endi narxni o'z bilan gaplashasizlar. Endi biz o'zimiz gullardan Xitoy gullarida hozir yoniga o'tganda shu gapimizni bir gapirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, foydadan xoli emas. Istagan gullar balki chiqib qolar. Shu bitta yangilik qilmoqchi bo'lyapmiz. Kimgadir yoqadi, kimlargadir yoqmaydi. Markada ham sotilgan. Bular sotiladiganlari 90 ming so'm. Aytgan joyimiz aytib o'tib ketamiz. Bir olganda 1 million so'mlik gul oladigan bo'lsa, mana shu orxideyadan bir dona sovg'a qilmoqchi bo'lyapmiz. Yo'q deydiganlar bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldirsanglar kommentariyada, shunga qarab, sharoitga qarab ish tutamiz. 1 million so'mlik gul olsa, orxidega qo'shib sovg'a qilamiz. Shuni hozirdan emas, bugungi chizlar sana 4-may bo'lsa, xudo xolasa 10-maydan shuni yo'lga qo'ymoqchimiz. Qarang, o'z fikringizni bildirsanglar yaxshi bo'ladi. Mana paprtligimizdan olib kelib qo'yibmiz, bor ekan. Ko'rsanglar. Paprtligimiz 90 ming so'm. Paxiramiz bor, paxiramiz ham 90 ming. Spatulamiz 75 ming. Lolan 130 ming. 110 ming so'm. Qashin sopi? Sagri palmalarimiz mana. 90 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Qashinsi? Kamelya opa bu kattasi 350 ming so'm. Kichirog'i bor, 250 mingligi bor. Qarab. Safar bu Usmani yo'q edi. Usmani 65 ming so'm. Brezyamiz 55 ming. Keyingi gulimizdan kelgan bu safar Bilbergiya deb qo'yadi. Hozir uni ham to'g'rilab ko'rsatamiz. Mana Bilbergiya gulimiz ichida 5 talik 70 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Mana buni archamiz ham bor. Archa. Hozir archamiz 85 ming so'm topdik. Ko'rishingiz mumkin. O'syapti. Yangi kelgan. Mana nimamiz bor. Zamiyamiz yashili, bo'yi 60-70 sm chiqadi, 120 ming so'm. Palma hamidoriya 65 ming so'm. Usmaniyamiz 90 ming so'm. Difenbaxi 75 ming. Difenbaxini oldi. Bambuk 120 ming so'm. Gardeniya qanaqa qadar? So'yitda bor, ashiqsiz. Kemin ko'rsat. Ustalik. Difenbaxi 75 ming so'm. Baklarni ko'rishinglar, tirnoq ko'rsatsa emas, yaxshi. Kalatiya Leo. Kattasi 120 ming so'm. 110 ming qilib beramiz. Holati chiroyli. Buni kichikroq varianti bor. Bunisi mana 75 ming. Bularga kichik, ularning oldi ancha kichkina. Farqi bor. Vrezyamiz 55 mingligi mana. Ulardan olsanglar, jamimiz bitta olganlar, xohlasanglar sherik bo'lib olinglar, xohlasanglar o'zingizlar olinglar. Shunaqa qilib oladigan bo'lsanglar, shu gap asha. Mana shunaqa bo'lingani, zamiyani hop 60 ming so'm. Hozir zamiya kulkasida tuvakka bo'lmasa ekib qo'yganimiz bor, shuni ko'rsatamiz. Mana zamiya kulkasida haligi bo'linmaganini ekib qo'ying degan biriksalari bor edi, shularni ekib qo'yganmiz. Klientlarimiz mana 120 ming ekib qo'ygan edik. Hozir bular ekilishlari bilan qo'shildi. O'g'it ham. Oddiy o'g'it ekilgani yo'q. Lavroviy ishlarimiz bor, mana ko'chatlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Kichiklari 10 ming so'm. Sal kattaroqlari bor, 20 ming so'mda.
Gusmanilarimiz bor. Sebastian sort mana sifat filmda. Mana archamiz bor 200 ming so'm. Yana tepani o'qtim kunimizga xudo xolasa. Mana Gardenian kattasi mana. Hajmini ko'rsanglar mana katta. Hiç ko'rinmayapti ekan. Ko'ringlar qancha katta. Bular 120 ming sotyapmiz. Ozgina qoldi. Sanoli qoldi xudo xolasa. Sansveramiz 120 ming so'm. Ko'rishlar mumkin. Holati zo'r. Ko'z tegmasi. Mana paportning yana bir haligi sherigi Aspelium sorti 90 ming so'm. Sensatsiyasi 180 ming. Yani bozorda arzon qilamiz. Shu yerdagi gullarimiz gullar. Mana antirimda 65 ming so'mga ham bor mana bu. Galaktiyada 75 mingligi. Qanchaga oldi pa? 270 ga. 270 ga arzon. Hop mana dekabishlarimiz. Hozir ham gullayapti 10 ming so'mdan. Postalarimiz 80 ming so'm. Relativliklar 70 ming so'm. Archamiz 200 ming so'mligi. Bozorga kelib olmoqchi bo'lsanglar, shu ro'paramizda tuvaylar bor. Tuvaylardan shu kirganda chap qo'l ikkinchisi bizni do'konimiz. Sifat film anonasi 110 ming so'm. Qaysi egasi? Ha, men top egasi. Ko'ring. Beni 10 mingdan bo'lan. Yo'q, shu 15 ming so'm. Ya, hojapa o'zi indamay olavering 10 mingga. 15 mingga. Bu kattalar işte. Kattalari shu katta qimmat ekan. 80 ming so'm kamili. Katta bozorda bir aylanib kelamiz. Birgalikda sayohat qilamiz. 25 lik taqib beraveraymi? Ha, ber. Mana nimalar? 650 ming deyapti. 650 ming, 600 ming, 550 ga berishyapti. Mana hozir mana narxini eshitdinglar. Klient o'zida. Mana postalar. Oldingi videoda ko'rsanglar narxlari bor, bemalol ko'rib olishinglar mumkin. $150 deyapti, kalishtirib berishadi. Buni ko'rgan bo'lsanglar, go'zal. Milyonlar. Jasmin şu $55 deyken hemen şimdi. Bu 55'ligi mana bu? Yo'q, bunisi 85. Bu $85 ekan, hali biz oldimizga $55 ekan. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Nimani? Necha pul u? Mana necha pul? Mana. 20 ming mashi ham? Ha. $50, $5 arzonlabdi, xayriyat. Doim ochilaveradi. Gapiring, davom etavering. 50 mingdan sotyapmiz. Bo'yi 1 metr atrofida. Bo'ylari 1,5 metr atrofida bo'ladi. Katta o'yinganda. 1 metr hozir, shunaqa. Ha. Baquvvat, yo'g'on nima? Endi filmda ko'chatlari ham bor, 30 ming so'm ekan. Shunaqa. Ha, rahmat. Ketdi. Bozorda davom etamiz. Ketdik. Hozirgi soat 5:00 kechki, 5:10, ya'ni 17:10 ekan. Qanaqa? Voy, yoshlar narxini aytasiz, topa o'zingiz. Mana Benjaminni necha pul ikki tash qilib qo'yishdilar. Necha pul bu? 150 ming ekan. Mo shiflerlarni qaranglar kattaligini. Bir kishi ko'tarish qiyin. Bu shiflerlar necha pul buni kattasi? Qaranglar kattaligini. Eng kattasi 600 ming so'm. Gitarlar ham bor. Hojapa, ma gitaringiz kattasi necha pul? Ma kichirog'isi. Kichkinasi 350 ming. 350 ming, ma kattasi 650 ming ekan. Bu bo'yi 180, 190 chiqadi. Mana bu ekan bu. Jasmin degani mana shu shekilli. Boshqa jasmin ekan. Imperatorlar bor ekan.
Mana shu o'rtada Jahon bozorida, o'rtarog'ida joylari. Mana shu yerda gul ekishyapti. Oldingiz bo'lardi? Qanchadan oldingiz? 1 metrdan oshiqroq ekan. Ya moliylar, nech pul deylar? 30 ming so'm. Rangi qanaqa? Oq qizil. Qattiqroq gapiring. Ko'proq sizga marojna berish kerak ekan. Ana, xrizantemalar, chiroyli gullar. Qizili ham. Ya, hali kiyida aytganmiz 10 ming, 25 ming, 35 ming shunaqa. Indiskidan bor ekan, kameliya bor ekan, barbaris kedovuz bor. Boshqa hormi? Charchamayapsizlar? Kamoliddin boy. Ha, bitta qo'ying, ashi yurak, kuygan yuraklar bir. Aspidistres, nech pul? Kechamiz 3-4 soat. Aspidistra. Ha, ularimiz 40 ming so'm ekan. Aspidistra sovuqqa chidamli, qishda qolaveradi tashqarida. Ketyapmiz. Egasi yo'q. Kaktus 3 kuraligi bor. O, azaliyalar nech pul ekan? Dilmir aka, azaliya nech pul? Azaliya bugungi imtiyozli narxlarda 90 ming so'mdan. 90 ming so'm. Kattalari 120 ming so'm. Kattalar 120 ming. Kattasini yaqinroq qo'ying. Kelaverasizlar. Akramjonda obunachilarga arzon hammasi. Ana, eshitdinglar. Nech pul aka oldingizlar? 120 ming so'm, 90 ming so'm. Pulga. Mana. O, kiliviya gullabdi-yu, ha? Nech pul gullagan kiliviyas? 180 ming. 180 ming. Qayerda tuvaydi ekan? Tuvaga oq tuvaydi. Gambarlar hali ham 25 mingga? Yo'q, 20 ming. 20 ming. Sekin bu yerda ham ko'ramiz. Nimadan chiqarib qo'ydingiz? Bansa ham bor ekan. Tuvadan chiqarib qo'yib beradi. Qanaqa nima deyishadi? Osma tuvalaringizni aytib yuboring, Xo'sh tog'a. 20 ming so'mdan tanlab olishi bor. Kelib bemalol ekan. Mana undan ham bor ekan-ku, salqin qiladigandan. Dikvinaga. Nech pul bu? Tayyor ekan. Ben 20 ming so'm, bo'yi 170, 180 bor. Hatto xo'sta bor ekan. Sherigimizni, yani sherigimizni ketib qolibdi. Bunda ham monasteri ham bor ekan. Preskiplar bor ekan, pasportni bor ekan. Narxi bilezik egasi yo'q. 75 ming. Hadi opaniki. Hozir ketuvdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmaymiz.